Assalomu alaykum, yaxshi bolajonlar. Sizlar kalima keltirgan ona kiyik haqidagi hikoyani eshitganmisizlar? Agar bu hikoya sizga notanish bo'lsa, yaqinroq keling. Bugun men aynan sizlarga shu hikoyani so'zlab bermoqchiman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makka shahridalik paytida bir kuni shahar tashqarisiga chiqdilar. Nogoh yo'lda "Yo Rasululloh" degan ovoz eshitilgandek bo'ldi. E'tibor bermadilar. Yana 2 bor chaqirilganlaridan so'ng atrofga qarab, bo'yni bog'liq bir kiyikni ko'rdilar. Uning oldida bir sahroyi ovchi uxlab yotardi. Payg'ambarimiz alayhisalomning kiyikka rahmi kelib, uning holini so'radilar. Kiyik javob qildi: "Ey Allohning payg'ambari, ushbu yotgan sahroyi ovchi meni tutib oldi. Tog'ning narigi tarafida mening emizikli 2 bolam bor. Payg'ambarligingiz hurmati meni bo'shating, ularni emizib tezda yana qaytaman. Agar va'damga muvofiq qaytmasam, Alloh taolo meni zolimlar kabi azoblasin", dedi. Payg'ambarimiz alayhissalom kiyikni qo'yib yubordilar va uning kelishini kutib turdilar. Tog' tarafga yugurib ketgan ona kiyik ko'p o'tmay qaytib keldi. Payg'ambarimiz alayhissalom kiyikni oldingidek qilib bog'layotganlarida uxlab yotgan sahroyi ovchi uyg'onib ketdi. Qarasa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ovlagan kiyigining oldida turibdilar. U taajjublanib: "Yo Rasululloh, bu yerga nima ish bilan keldingiz?" deb so'radi. Payg'ambarimiz alayhissalom: "Ushbu kiyikni qo'yib yuborishingni istardim", dedilar. Sahroyi ovchi istaklarini qabul qilib, mashaqqat chekib ovlagan kiyigini bo'shatib yubordi. Sayyod changalidan qutulgan ona kiyik ochiq lafz bilan "La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh" kalimasini bir necha bor takrorladi va tog' tomonga yugurib ketdi. Ushbu mo'jizaga guvoh bo'lgan Zayd ibn Arqam radhiyallohu anhu aytadi: "Allohga qasam, ushbu voqeani shu ko'zim bilan ko'rdim va quloqlarim ila eshitdim." Kiyik adir tomonga ketayotib ham iymon kalimasini takror aytgan edi.